Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bloombergning sobiq menejeri oilasi bilan o'z uyida o'lik holda topildi. AQShning janubiy-sharqiy qismida, Janubiy Karolina shtatidagi hashamatli hovlida Bloomberg axborot agentligining sobiq menejeri, uning rafiqasi va kichik qizining jasadlari topildi. Bu haqida New York Post nashri xabar berdi. Nashrning mahalliy huquq-tartibot organlariga asoslanib yozishicha, politsiyaga oilaning qo'shnilaridan biri murojaat qilgan. Voqea joyiga yetib kelgan huquq-tartibot idoralari xodimlari 54 yoshli Richard Samarella, uning 45 yoshli turmush o'rtog'i Lina Mariya Samarella va 9 yoshli qizining jasadini topgan. Politsiya hozircha oila a'zolarining o'limiga nima sabab bo'lganini oshkor qilmagan, faqat jamoatchilikka hech qanday tahdid yo'qligini ma'lum qilgan. Nashrning qayd etilishicha, bu baxtsiz hodisa oqibatida sodir bo'lganmi yoki jinoyat xarakteriga egami, hozircha noma'lum. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, er-xotinning yana bir qizi va kichik o'g'li bor bo'lib, ular voqea paytida maktabda bo'lgan va jabrlanmagan. Samarellalar juftligi 2009-yilda turmush qurgan. Nashrga ko'ra, Richard Samarella ilgari Bloomberg kompaniyasida investitsiya menejeri, uning rafiqasi esa AQSh veteranlar ishlari departamentida ishlagan. Ma'lum qilinishicha, bu oila boy bo'lgan va ular istiqomat qilgan uy narxi $800,000 atrofida baholanadi. Ma'lumot o'rnida, Bloomberg dunyoning yetakchi axborot agentliklaridan biri bo'lib, moliyaviy axborot bozorining 33% ulushiga ega. Kompaniyaning 126 ta ofisida 100 mingdan ortiq xodim ishlaydi. Bundan tashqari, Bloomberg axborot terminallari, yangilik agentligi, televideniye, radio, shuningdek turli tadbirlar o'tkazish bilan shug'ullanadi. Kompaniyaning yillik daromadi $12 milliard ga baholanadi.